Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimizga qo'shna Lyuliye degan bir kichik kentda. Havoni aytimi yaxshi. Navad bir aylan mendan 4 faslning ichida qaysi faslni hammadan yaxshi ko'rsan deb so'rab qolsa, kesib bir narsa yemasligim mumkin. Chunki o'ylab baxsam, hamma faslni yaxshi ko'rdi ekanman. Altın kuz fasli, yupurmoqlar, qizil, sus yeşil, seyriq degandek har xil ranglarga kirib, boshqacha bir xil go'zallikka to'lgan. Mana shu go'zallikning ichida o'ltirib sizlarga Abduqodir Jaloliddinning Yuzimiz, o'zimiz va ko'zimiz degan bu kitobidan Narkoz yaproqlari degan nasrni o'qib beraman. Bu nasr qisqa, lekin 4 bo'lakka bo'lingan. Xo'sh. Narkoz yaproqlari. Birinchi. Uyga tezroq yetib berishni o'ylaydim. Hamma a'zoyim lag'ildab titraydi. Uyga qaraganda tala keng bo'ladi, lekin shu tapda talog'i patmay yotatdim. Tala mening emasdi. Bu yerni hamma odam talishadi. Xuddi kishilar bas bilan tavallik xetini yonchug'iga selib yurgandek, odamlar bir-biriga ho'miyatdi, bir-biriga qarashqa petin olmaydi. Ba'zilar yaqsini tutgan holda yerga qarag'inicha ittik o'tib ketishadi. Rastida odamlar to'la. Har bir odam bir markaz. Qadimkilar yiroq yulduzlardan kelgan musiqani tinglab hozirlangan. Hozirgi odamlar bir-biriga so'qilib yuribmi, bir-birining ichidagi ovozlarni anglay olmas bo'lib ketdi. Hamma odam o'ziga g'arq bo'lib ketgan. Rastida odamlar to'la. Lekin hech kimni topqili bo'lmaydi. Shundoq patparaqchilik. Kishilarning hammasi uyiga oldirishdi. Havo shundoq ochiq, quyosh nihoyat egizdi. Shaharning orzuliq daraxtlari vijik qo'llarini palakka so'zib turadi. Qushlar bilan sirdishib boqmagan yaproqlar asfaltdan o'rlab chiqqan haroratda lapsiyib ketgan. Odamlar, nega borsizlar? Kimdir biri ittik mangman deb yiqilib ketdi. Shimining tizi qismi yirtilib, tizi surilib ketdi. U alman-talman qo'pib uyga qarab yugurdi. Menmi yugurdim? Boshqalarmi yugurdi? Hamma odam taraf-tarafga yugurdi. Barar yerimiz o'xshash bo'lmag'achqa bir-birimizga putlashatdik. Albozimizni buzib qarab qo'yishatdik. Nima ish bo'pti? Hech yo'q. Tep-tinish. O'gitilgan qushlar yeshil tinchlik jamiyatiga yuzlangan. Tor bir xalta ko'chaga kirdim. U dunyo bilan bu dunyo orliqidek mangulik tor ko'chimi nima? Ixtiyorimni ko'chaga berdim. Hech nimani tanlamasligim kerak. Chunki ikki qasnoqda tamning u tarafida qaysi xil dunyoning borligini o'ylamasligim kerak. Başqalardan so'rasam, texami bo'lmaydi. Bir payg'ambar, bugungi tosh davrining payg'ambari bo'lsa kerak, odamga minishdan iborat birla imkoniyat bor degan edi. Agar mong'ili bo'lmasa-chi? Xiyoling bilan mong, dedi heliq payg'ambar. Xiyol bilan nega borg'ili bo'ladi? Barliq rost, yolg'on narsaga borg'ili bo'ladi. Men uningga muhtoj emas. To'g'ri, o'zing muhtoj narsaning nima ekanligini bayqig'icha mang. Ondan-chi erishkicha mang. Men hozirgacha mangdim, lekin hech nima yo'q. Avval beshing bilan mang, ondan putung bilan mang.
qo'rsqim bilan mengib xato qildimmi nima? Agar yanada qo'rsqing bilan mangsang, o'miligichilar qo'miga kirib ketsan. Fikr bilan o'tgan vaqt shuncha qisqa. Biroq shu vaqtda koinotni nurg'un qitim davr qilg'ili bo'ladi. Uy o'zimga tamoman mansub dunyo. U yer Robinsonning tanho oralig'i o'xshaydi. Eshikni ochdimda kirdim. Endi aram elishim kerak. Eshikning ulguchaklarini mustahkam etdim. Kaynimga tushganlar bormi yo'q deb atrofni tinglab baqdim. Atrof timtos. Eshikni obdan taqdim. Xuddi paltoyimning tugmasini mahkam etib, yaqsini ko'tarib olgandek. Ko'nglim azroq tinim topgandek bo'ldi. Qilganlarimdan mamnun bo'lgandek bo'ldim. Bu mamnunlik chiroyimga tepdimi yo'q deb aynakka qarab baqdim. Aynakda oxiratning payg'ambari kulib qarab turardi. Allohga ishon, lekin to'gangni mahkam bog'la, dedi u. To'gamni yetirib etdim, ey Allah, dedim xo'rsinib. Odamning mulki cheksiz. Tugmanga qara, u mu sening mulking? Murosimga chiroyli kiyinib borgin. Uyim nabiylar xumoriga vasil bo'lgan tur tegaga o'xshab qoldi. Derazadan qaradim. Osmon shuncha tiniq bo'lib, qaragan seri yuksalib boradi. Bir tüp taş alma daraxi nurlarni bakli yaxshi ko'rsa kerak, har bir notisi birdan yulduzni ko'zlab bo'ynini so'zgan edi. Ikkinchi. Üstü başları qıpqızıl qonga melangan bir odam jannatning ishigiga yaqinlashdi. Farishta so'radi. To'xta, nima odamsan? Ko'rmidingmi? Noahlilar meni shundoq qilishdi. Men hech kimga azor bermagan bandiman. Umrimni e'tiqobda o'tkazdim. Fani dunyo nohaqchilik bilan to'lgan. Bir noahli menga azor qildi. Menga behuda tig' urdi. Barcha qisosning o'zi Allohga xos deb men boqiy dunyoning shafqatini seg'inib keldim. To'xta. Sen onunga tig' tangildingmi? Yo'q. Uni tilladingmi? Yo'q. Ho'maydingmi? Yo'q. Ichingda fikr qildingmi? Yo'q. Arqangga yan. Sen do'zax bandisi ekansan. Menga uval bo'ldi. Allah menga har ikki dunyosini nasib qildi. O'zingga nasib bo'pti. Vijdon qeningga nasib, farmon esingga nasib. Jannat qilichining soyasi ostida. O'zingga nasib bo'pti. Vijdon qeningga nasib, farmon esingga nasib. Jannat qilishning soyasi ostida. Üçüncü. Gün əvətdim mən sana, ayını əvətdim mən sana, gün mü yandı, ay mı yandı, heç xəbər yoxdur mana. Axır xetimnin arqısıdan özüm bardım. Zeminning chekiga kelganda düp-dügülə quyosh qizirib chiqib atadi. Ay quyosh. Bo'ldi bas. Sen hammadan burun o'yg'ongan tunji odamsan. Quyoshni qo'g'ligan odamning o'zi quyosh. Quyoshning yuzida ko'ymay yashirib turgan bir inshoni ko'rib qoldim. Insho ba'ayni o'g'ziga yamashgan hashq pechakdek yop-yeshil ko'rindi. Ikki dunyo ilmiga komil bir kishi o'lgandan keyin jannat eshigi oldiga keldi. Farishta so'radi. "Ey banda, to'xta. Sen oldi bilan jannatga kirishdagi salohiyatingni aytib bergin." "Yo'q. Sen oldi bilan bu yerning rostilla jannat ekanligini isbotlab bergin.
O fani dünyadaki şorpişanlarının intizarlıqıdan bütken say emasdi. Pərişdə tek cavab berişke ülgürməstin darvoza içidən bir ovoz keldi. Onu kirgizib et. O bizning aramızdaki adam ekan. Tötінші. Oyğunub ketdim. Özümni mişektek his qildim. Qaraganda etilib bolgan bolsam kerak. Ruh o'qqa o'xshash o'zi tekkan yerida iz qoldirmay qolmaydi. Tan mishak, ruh o'q. Mishak ekanligini his qilishning o'zila o'qdir. Nashtiq tutish qildim. Derizam uduladagi quyosh eliqi avliyolarning inshasi bitilgan quyoshning o'zi edi. Qaynoq suvni uzun qaynatdim. U texmi qaynish kerak. Ziyofatda vulqon yutib olganimdimi chiroyimni purishtirmasligim kerak. Men uni qo'yganimda hamma narsa erib ketdi. Qaynoq suvga qinimdan bir tomchi qo'shdimda, u meni to'nidi. Güppede içivetdim. 1997 mart Ürümçi. Tügidi. Meni bek köp oyğu sağan, qini qagan mulahiza, fikirler sizlerden bolsun. Hayır hoş. Keler qitimliq kitap o'qish programmamizni ko'rishaylik. Hayır hoş. Aman bolaylik.